Ha, bo'ldi. Mana shu yerda qoldirsam turib turadi. Endi esa bu yerdan asta chiqib ketishim kerak. Qayerdan chiqsam ekan? Xo'p, mana shu yerdan astagina surib yuboraman yaxshisi. Xo'sh, bo'ldi. Bu yoqni yopib qo'yayin, hech kim ko'rmasin. Ha, xo'sh, endi bir amallab Johani uyiga sakrab, asta tushib olishim kerak. Xo'p, mana shu daraxtning orqasidan o'tib ketaman. Shunaqa qilasan xullas Jo'xa. Ha, bo'ldi qilib qo'yaman, lekin juda ham ko'p vaqt ketadi-da. Iloji yo'q, 10 kun vaqt ketsa ham, 18 kun vaqt ketsa ham qilasan. Ha, bo'pti, mayli. Unda fleshka bilan Telegramga tashab qo'ying birgalikda. Ha, bo'pti, tashab qo'yaman. Sen borib ishni boshla. Mayli, janob ber, unda men ketdim. Mayli, borib endi uxlay qol. O'zi kech bo'lib ketdi, erta qilasan ishni. Mayli, janob mer, sizga ham xayrli tun tilab qolaman. Men esa endi bemalol ketsam bo'ladi. Tak, stop. Bu kim bo'ldi? Men uyim tomondan kelyapti. Hoy, to'xta. Hoy, yaramas. To'xta deyapman senga men. Hoy, to'xta. Qayoqqa ketyapsan? Kimsan, hoy? Hoy, nima eshitmayaptimi bu meni? Hoy, to'xta deyapman. Kar bo'lib qolganmisan, nima balo? Hoy, qayoqqa ketdi tushunmadim. Hoy, to'xta, yaramas. Kim edi? Mana bu yerda turibdi ekan. To'xta, hoy, yaramas. To'xta deyapman senga men. To'xta, hoy, ahmoq. Yo'q, yetolmayman shekilli, chunki juda ham tez yugurar ekan. Mayli, kim bo'ldi ekan? Uyimdan hech narsaga tegmadimikan, hech narsani o'g'irlab ketmadimikan? Hozir aniqlashtiraman, lekin qanaqadir o'g'riga o'xshatdim. Agar o'g'ri bo'ladigan bo'lsa, juda ham yomon. Nimaga yomonligini esa hozir ko'ramiz. Tushunmadim. Bu yerda qanaqa daraxt o'sib chiqqan va bu bino nimaga bunaqa katta bo'lib qoldi? Tushunmadim. Mayli, bu yerda qanaqadir o'zgartirish kiritilgan bo'lsa kerak. Menimcha, majlis o'tkazish uchun joy kattalashtirilgan va bu yerga kimdir daraxt ekkan bo'lsa, juda ham tez katta bo'lib o'sib ketgan. Shunga shunaqa bo'lgan shekilli. Tak, hozir uyimdagi narsalarni tekshirib chiqishim kerak. Hech narsa yo'qolmaganmi ekan? Tak, bu yerda pechkam yo'qolmagan. Verstak turibdi, qurol turibdi joyida. Bu yerdagi narsalar $9 bordi turibdi. Bu yerdagi qurollarim ham joyida, hammasi joyida. Lekin nima qildi ekan? To'xtanglar. Tak, hozir kompyuterimga ham tegmagan. Kim bo'ldi ekan? Nimaga bunaqa qildi? Qayoqqa qochib ketdimi, hayronman. Yaramas. Kim bo'lsa ham yomon. Agar ushlab oladigan bo'lsa, men adabini beraman. Mayli, hozir janob mer Telegramga tashlabdi, yaxshi. Endi buni yuklab qo'yaman. Yuklashga qo'yib hozir uxlab olayin. Ertalab turib ishimni davom ettirsam ham bo'ladi. Svetni o'chirmabman. Hozir svetni o'chirib olay. Okey, endi qaytadan uxlab olaman. Mana. Soat necha bo'ldi ekan? Soat 10 bo'lib ketibdi-ku, men uxlab qolibman. Hozir turib ishlarni qilish kerak yana endi. Bugun nima ishlar bor edi? Adashmasam hech qanaqa ish yo'q edi shekilli. Qandaydir ish qilishim kerak. Xo'sh, aytgancha men bu yerda kecha bitta daraxt ko'rgandim, katta daraxt va bu yerda nimadir bo'lganda, o'shani so'rayinchi jitellardan, jitellar bilar. Voy jitellar, nima gap? Nima bunaqa hammang bir-biringga yopishib olgansiz? Uzoqroq tur. Nima o'rasan? Sanlardan bitta narsa so'ramoqchi edim. Mana binoning usti nima ham katta bo'lib qolgan. Shunga biz ham hayronmiz, tepaga chiqa olmayapmiz. Nima chiqa olmaysanlar? Mana narvon chiqsanglar bo'ladi-ku. Narvonning tepasi yopiq-da. Nima yopiq? Bilmasak, narvon tepasi ochilmayapti. Hayronman. Qanaqasiga? Rostdan ham yopiq. Nima? Kim yopib qo'ydi? Bilmasak, kecha shunaqa bo'lib qolgan ekan. Katta daraxt paydo bo'lgan-ku yonimizda. O'sha ham qanaqadir g'alati, biz ekmaganmiz uni. Kim ekdi ekan? Bilmadik, uni janobiydan so'rab ko'rchi. Bo'pti, hozir janobiydan so'rang, lekin janobiy ham ekmagandir. Qanaqadir g'alati, nimadir nito, lekin nima nito bilmadim. Qaranglar, qanaqadir chiqarib qo'yishgan buyoqqa, bilmadim. Nimaga bunaqa bo'lgan? Janob mer, assalomu alaykum, xayrli tun. Xayrli tun deysanmi? Va alaykum assalom, xayrli kun yoki xayrli tong bo'ladi. Kechirasiz, xayrli kun. Nima gap? Короче, mana bu yerdagi bashniya bor-ku. Bashniya bor. O'shani ikkinchi qavatda qanaqadir g'alati holat bo'lgan, ya'ni kattalashib qolgan va narvonni tepa qismini kimdir yopib qo'ygan tosh bilan. Keyin oldida bitta daraxt o'sib qolgan, katta daraxt. Daraxtga tushunsak bo'ladi, lekin kim narvonni ustini yopib qo'ydi ekan? Bilmadim, shunga men ham hayronman. Aniqlash kerak. Qanaqasiga aniqlaymiz? Qanaqa qilib aniqlaymiz, lekin men tushunmayapman. O'zi sen aniqlaysan yaxshilab. Короче, chiqasan, ko'rasan, buzib bo'lsa ham tepaga chiqqan, короче. Yoki daraxt ustidan chiqib borasanmi? Yo'q, daraxtga chiqa olmayman, chunki daraxt juda ham baland ekan. Qanaqasiga baland ekan? Chunki bitta daraxt bor edi, bilasiz, uyimning yonida kichkinagina daraxtcha. Bor edi.
O'shani bu tomoniga, o'ng tomoniga, bashня tomoniga katta daraxt paydo bo'lgan. U daraxtga chiqquncha mani bilasizmi qancha kuchim ketadi? Qancha kuchim ketadi? Anchagina. O'shaning uchun binoni buzmoqchiman. Unda mayli binoni buz, o'zing xohlagan, qaysi o'ziga qulay bo'lsa o'sha qil. Bunda men ketdim. Mayli borib tezlashtirib havasini hal qil. Bo'pti janob mer, men ketdim unda. Tak, qanaqasiga bunaqa bo'ldi? Men hayronman. Bu yer bunaqa o'qigan. Hozir uyimdan borib asbob uskunalarimni olib kelayinchi. Lekin rostini aytsam juda ham tushunarsiz holatda. Lekin nimaga bunaqa bo'lgan, bunga ham tushunib bo'lmayapti. Mayli, hozir tak bizga kerak bo'ladi kirkani o'zi, topor bilan berkulak, nima dedim, berkulak dedimmi? Belkurak ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Chunki yer titiladigan yoki daraxt titiladigan joy ham bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, rostdan ham g'alati. Men u daraxtga chiqib qolarmikan? Mana qanday chiqsam bo'ladi? Hozir bu juda ham baland ekan. Tak shu yugurib kelib sakrab chiqib ketib bo'lmaydi. Tirmashib chiqsamchi, tirmashib ham bo'lmayapti. Chunki sirg'anchiq ekan, ya'ni sirpanchiq ekan. Chiqib bo'lmayapti. Men derazaga bir amallab chiqib olsam, derazadan sakrab chiqib ketsam bo'ladi. Bu yerda nimaga bitta deraza? Hayronman. Bu yerda deraza bor, adashmasam ikkinchi qavatda. Teparoqda ekan. Agar pastroqda bo'lganda derazadan qarasam bo'lardi. Tak baribir bo'yim yetmas ekan. Nima qilib bo'lsa ham mana uni ustiga chiqsammikan yoki yo'q, yaxshisi shu zinani titar ekanman. Mana bu yerdan chiqaymikan? Tak, hozir tushunmadim. Bu yerga ham demak tosh qo'yilgan. Da, rostdan ham shunaqa bo'lgan. Buni joyiga qo'yib, noto'g'ri qo'yib yubordim mayli. Hozir to'xtanglar, bo'lmasa narvonlarni olib o'sha yoqdan chiqib ketaman, ya'ni o'sha burchakdan. Chunki agar bu yer to'la tosh bo'lsa, ustimga tosh tushib ketishi mumkin. O'shaning uchun ham mana bunaqa osonroq chiqiladigan joydan asta-asta chiqib bormoqchiman. Bo'ldi, boshqa tosh yo'q ekan, demak, qani hozir ko'ramiz nima bor ekan. Tushunmadim. Nima bor ekan? Qanaqadir mashina seni ko'ylagingning rangiga o'xshaydigan. Qanaqa mashina? Ikkinchi qavatga mashina sig'arkanmi? Anavi tomoni kattalashtirilgan-ku. To'g'ri. Kim tashlab ketibdi ekan? Bilmadim. Ko'rchi chiqib, hozir ko'raman, lekin qanaqasiga kim tashlab ketdi ekan bu mashinani? Buzuq mashina ekan bu. Qanaqasiga buni qanday tushirsak bo'ladi endi? Orqani ochayin, to'xtanglar. Orqadan tushirib yuborsam bo'ladi. Bu yerdan qanday o'tsam bo'ladi? O'tib ham bo'lmayapti, lekin borib tepani ochaymikan? Tepani ochib turib, tepadan sakrab o'tib ketsam bo'ladi. Mana endi men bu yerda ochib turib mashinani shu yerdan haydab orqaga tushirib yuboraman. Shunda bemalol tushirib olsam bo'ladi, lekin juda ham g'alati ekan, borib bu mashina buzuq mashina ekan. Kim tashlab ketgan bo'lsa ham g'alati ish qilibdi, lekin to'g'risini aytsam. Tak, to'xtanglar, bir amallab pastga tushib olsam, okey. Hozir pastdan yo'lakcha qilib turib mashinani tushirib olaman. Yo'lakchani qanday qilishni o'ylab ko'rish kerak. Mana bunaqa qilamiz. Men bu yerda ortiqcha qo'yib yubordim. Tak, buni olib boraman. Hozir ikkita balon uchun yo'l qilsam, tak, uchinchi balon uchun yo'l kerak emas, chunki 3 ta balon yo'q-ku mashinani. Qayerdan 3 ta balon bo'ladi? Mana qilib, takoy qilib yo'lak qilib tushib olsam agar, bir amallab, xo'p, mana buni bekor qo'yib yubordim. Mayli, mana qilamiz. Bu tomonga buni qo'yib turib, mana uni olib turib, bu yerdan bu tomonga qo'yib yuborsam, o'zi yetar ekan mana shu bloklar. Xo'sh, endi haydab tushish kerak bir amallab. Lekin buni haydash menimcha biroz qiyin bo'ladi, chunki yuradiganga o'xshamayapti. Motorlar chiqib yotibdi. Jetel chiqib oldingmi? Tushib ketdim. Jetel chiqib olibdi. Tushunmadim, qanaqasiga chiqib olgan, hayronman. Mayli, chiqib olgan bo'lsa juda ham yaxshi bo'libdi. Endi mashinani tushirib olishim kerak bir amallab. Tak, yuramikan? Qani, yo bismillah. Orqaga, oldinga emas, orqaga yurg'izishim kerak. Tak, hozir bu tomonga salgina buramiz. Tak, to'g'ri haydab turib. Tak, okey. Bilay, mana bu yerda poliz bor ekan. Polizga tushirib yubormaslik kerak bo'lsa ham, obbo kirib qoldi-yu. Yomon bo'ldi. Qayerdir qisilib qoldi. Juda ham yomon. Mayli, hozir janob merga aytayin-da. Janob mer, ikkinchi qavatda qanaqadir mashina bor ekan, qarang. Ko'rdim. U mashina qayerdan kelib qoldi ekan? Bilmadim, hayronman. Aniqlash kerak, tezroq aniqlak. Qishloqda qanaqadir shubhali harakat bo'lmadimi? Kecha qanaqadir g'aroyib odamni ko'rgandim. Ya'ni o'rmon ichiga qarab qochib ketdi. Tushunarli. Ortidan bormadingmi? Bordim, lekin yeta olmadim. Unda hozir yana ortidan borgin, tushundingmi? Hozir boraymi? Bor ortidan. Unda mayli, hozir boraman, to'xtab turing unda. Yaxshi, ortidan borish kerak bo'lsa ortidan borib kelaman. Blok tak shu yerda turib tursin. Ortidan boraman, lekin bo'lmasa-chi? U bo'lmasa nima qilaman? Xo'sh, mayli, hozir qurol olib borish kerak, chunki agar u xavfli odam bo'lsa, menga hujum qilib qolishi mumkin. Manakay bizning qurolimiz, jonajon qurolim. Qurolni olib boraman va agar menga tashlanib qoladigan bo'lsa, unga hujum qilaman men ham. Tak, hozir
Mana bu yerda edi adashmasam yo'l. Mana shu yo'ldan bordim. Kecha shu tomondan yugurib kelgandim, lekin yeta olmadim. Qochib ketdi yaramas. Lekin aynan qaysi tomonga qochib ketganini umuman bilmadim. Xo'p, hozir mana shu yerlarda bo'lsa kerak. Tushunmadim. Bu yerda qanaqadir mashina bor ekan u. Da, rostdan ham qanaqadir mashina. Bu mashina kimniki ekan? Oh, bilmadim. Mayli, hozir to'xtanglar-da. Egasi qayoqda ekan? Egasini topib olsam agar yaramasini o'ldirib yuborardim. Chunki u, Topolmadinglar u. menimcha topdim. To'xta. Yaxshi o'ldirdim. Qochib qutula olmaysan mendan, yaramas itvachcha. Hozir bu yerda lekin buncha mashina nahotki, qaranglar bu yoqni. Mana bu mashinani belsinganmi nima bo'lgan? Bu yoq nogironlar maydonchasi-ku, nogiron mashinalar. Mana uni qaranglar, pachaq bo'lib ketgan. Mana bu burg'ulash kamazimi nima bu, qanaqa kamaz? Zanglagan orqasi. Uni bitta baloni bor ekan. Tak, mana bu nima bo'lgan orqasi? Oho, buncha balon qo'yilgan. Bu balonni tortib yura oladimikan bu mashina? Bu yuradimikan o'zi degan savol ham qiynayapti meni. Haydab ko'rish kerak. Bir-biriga tiqilinch qilib qo'yib tashagan. Birinchi mana bu mashinani olish kerak bu yerdan. Qani yuramikan? Yurar ekan. Nahotki shu mashinalar ham yursa. Da, rostdan ham yurar ekan, qaranglar. Qo'yilman lekin shu mashinalar yurishga. O'tib ketdi-yu. Anichiva, men bu yerdan hozir chekkaroq qolib qo'yin. Ana baloni ko'p bo'lgan mashinani bir haydab ko'rayinchi, qani yuramikan. Chunki juda ham menga qiziq buncha balon bilan qanaqa yurishi. Hozir haydab ko'raman. Rostdan ham juda ham g'aroyib mashinalar bor ekan bu yerda. Tak, da yurar ekan, qaranglar. Hammasi aylanyapti. Hammasi aylanyapti, lekin bu yerdan qanday burilsam bo'ladi? Bu balonlar bilan burilish anchagina qiyin shekilli. Da, rostdan ham qiyin ekan. Hozir men buni qishloqqa haydab boraman, jitellar hayron qoladi. Yo, Jo'xa qanday qilib haydab kelding deydi. Keyin ularga aytaman, meni bilasanlar-yu, zo'r haydovchiman o'zi deyman. Hamma yoqni buzib tashadi-yu, sochib tashadi. Bu yerdan chiqib qolarmikan? Bu uchun tekis joy kerak ekan. Bu yura olmas ekan. Rasvo. Buni lifher sifatida foydalansak ham bo'lar ekan. Hamma yoq tep-tekis qilib tashar ekan. Yo'q, buni olib keta olmayman. Buni ham hech qaysini olib keta olmayman. Menimcha hech qaysi bu yerlardan yura olmasa kerak. Mana yer blok menga kerak emas. Hozir borib ana bu mashinani bir amallab pastga tushirib olsam, pastga tushirganimdan so'ng esa janob merni bu yoqqa olib kelib turib mana bu mashinalarni ham ko'rsataman. Va o'sha o'g'rimi kim edi u bilmayman, qanaqadir jinoyatchi. O'shani o'ldirganimda ham janob merga aytishim kerak. Shunda janob mer to'g'ri yoki noto'g'ri ish qilganimni menga aytadi. Lekin mana bu qolib ketgani juda ham g'alati bo'ldi. Mayli, hozir tushirishga harakat qilaman buni.